Okajonlar, bu dacha emas, bu O'rizor Zalatoy joy lager mahalla bo'ladi. Uchastka sotiladi, Uchtepa tumani, O'rizor lager mahalladan. Lekin, to'g'risini aytsam, uncha-buncha dachadan ko'ra yorib tashlashdi remontlari. Remontlari ham yangi holatda. 40 tadan oshuv daraxt bo'lsa kerak, o'pshi, o'zi 4 ta qatlamdan iborat. Mana tepa 1, 2 bu basseynli zona, bitta pole, futbolli polyaga o'xshagan joyga daraxt ekib tashalgan. Bitta undan pastida ham suvga shuni attraksion qilsa bo'ladigan zo'r joy bor ekan. 11 sotuv zahvatdan vash unumli foydalanishgan ekan, lekin gap yo'q. Hozir xonalarni ham ko'rsatamiz. Oldin mana atmosferani ko'ringlar. Yozda vash chiroyli bo'lib ketadi deb o'tlar. Yozgi oshxonani qarang. Bemalol tog' ham kerak emas, to'g'risi. Basseynning kattaligini qaranglar. Hop, razmerini ham sarazi aytib ketaman. 12 ga 6 mi shunaqa ekan. Shunaqa dedilar. Pastda saunasi ham bor. Uchastkamiz 3 sotuv, 11 sotuv zahvati ham bor. Suvni bo'yida shunda O'rizor suvi oqib o'tgan. Hop, 5 ta xona, 2 ta sanuzel, 2 ta katta hol bor. Uchastkamiz sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, sizlarga ham nasib qilsin. Bu videoni mana shu lager mahalladan yaxshiroq uchastka, dachaga aralash uchastka qidirib yurgan tanichilarga jo'natib qo'yinglar. Yolg'on gapirmasdan to'g'risini aytaman, shu 3 yil, 3,5 yil bo'lgan ekan mana shu zdaniyalar qurilganiga, remontlar hali ham yangi holatda turibdi. 305 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiyasi, rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi.